Bir vaqtlar legenda bo'lgan Nexia 2 mashinasini bugun topib qo'ydik. Sizlar uchun juda ham zo'r holatda turibdi. Tiniq turibdi, holatini ko'rib turibsizlar. Sakalarni ham chiroyli qilib o'ziga yarashib taqib qo'yishibdi. Tormozning sistemasini ko'ryapsizlar. Nexia 2 unchalik bo'lmaydi. O'zlari uchun tormozlarni ham zo'r qilib qo'yishgan ekan. Holati yaxshi holatda turibdi. Mashina salonini ko'radigan bo'lsak, yaxshi chexollardan taqib qo'yishibdi. Holati yaxshi. Evakuator poliklar, multi-rul, test monitor, video registratorlari bor. Probegi 158 ming deyishdi. Yana ko'rib olasizlar, tekshirtirib, holatini ko'ryapsizlar. Tiniq holatda turibdi. 20% joyda kraskasi bor dedi. Ustalarni olib kelib, yana tekshirtirib, ko'rib olasizlar. Bu mashinamizga egalari $3900 narx so'rashyapti. Yana kelib savdolashib olasizlar. Tez sotaman profildan keldim desangiz, yanada kelishib beriladi. Bu videoni esa Nexia 2 ga qiziqadigan молодежный yosh do'stlarga jo'natib qo'yinglar va bitta like bosib qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Shunaqa yaxshi mashinalarda o'tkazib olmaslik uchun tez sotaman avto profiliga ham obuna bo'lib qo'yinglar.